Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sizmisizlar? Xonadoningizlar tinchmi? Gartenzi gulini so'rayotganlar bor edi. Oranglarda gartenzi gullarimiz yetib kelgan, mana qo'shnimda bu ham gullari mana endi ochilyapti. Qo'lidagi borganidan keyin chiroyli bo'lib ochiladi. Mana har xil ranglari bor. Hozir ichkarida yana boshqacha ranglari bor. Ularni ham ko'rsaman chiqarib. Bular narxi nechi pul? Bularni 200 mingdan. Bular narxi 200 mingdan ekan. 12 ta viloyat bo'yicha buni qo'rqmasdan dastlabki qilib chiqazib beramiz. Mana bemalol gullarga ham o'ziga ham hech narsa qilmasdan yetib boradi, xudo xolisa. Mana bu kaktuslari, sukulentlari ham bor. Juda ham chiroyli. Bugungi videomiz 07/03/2026-yil olinayotgan video. Mana bu sukulentlar bor, mana bunaqa kompozitsiya qilingan kaktuslar, anaqalar bor. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli. Mana kameliya so'rayotganlar bor edi. Oranglarda mana kameliyalar ham bor. Kameliyalar ham kichkinasi nechi pul? 250 ming. Mana kattasi? Kattasi 500 mingdan. Kattasi juda ham katta, mana. Ham 250 mingdan bir 4 barobar katta-da bu. G'onchalari ham, guli ham zo'r. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bunday o'tib kameliyaning g'onchalarini ko'rsataman sizlarga. Akrom aka, men kofili ham siznikimi? Mana kofi daraxtlar. Bularni ofislarga, o'zingizlar xonadoningizlarga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, xonani havosini juda ham yengil qilib, tozalab, o'zidan juda ham ko'p kislorod chiqarib beradi. Bularning narxi nechi pul? 500 ming. 500 mingdan ekan. Bular ham juda zo'r. Mana katta bo'lib o'sgan. Mana Chorniy prins, qora shahzoda. 4 ta shoxli. Nechi pul bular? Yonib turibdi lekin. Bularni 250 dan qilib beramiz. 250 mingdan shular 3 ta 4 ta shoxlilar. Juda ham katta-da bular. Telefon nomeringiz nechi? 99 854 50 60. Ismlari Akrom aka, telefon qo'yasizlar. 12 ta viloyat bo'yicha imo pochtadan chiqarib beriladi. Agar Toshkent shahrida turadigan bo'lsanglar, mana shu yerdan kelib o'zingizlar xarid qilib olsanglar bo'ladi. Qaranglar, mana bunaqa xonaga kislorod berib turadigan archalari ham bor ekan. Mana bu mana archangiz nechi pul? Bu xonani archasi. Ha, komnatni. Avkariylar 300 ming qilib beramiz. 300 ming. Zo'r keldi. Zo'r kislorod chiqazadi ichida. Xonaning havosini yengil qilib namlab berib turadi. Mana hozir ichkarida gartenzani boshqa ranglari bor. Sizlarga ko'rsatamiz. Bularning narxi sal qimmatroq. Bular sababi chunki kattaroq-da bular. Mana qaranglar, mana bunaqa chiroyli neobichniy ranglari. Juda ham chiroyli. Mana ro'zvisini qaranglar, gulini. Bashi mazada. Juda ham zo'r narsalari. Mana telefon nomerlari bor. Ismlari Akrom aka, 99 854 50 60. Bemalol telefon qo'yasizlar. Hop, mana bu archalar, boshqacha neobichniy bo'lgan narsalar bor. Sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana ko'raverasizlar. Mana qaranglar. Tabiiy bular hammasi. Bu живой bozor, hamma narsalar живой. Bemalol kelaverasizlar. Mana bu yerda yagidga so'raganinglar bor edi. Qaranglar, mana bunaqa yagidkalar bor. Uju bilan uyg'onib qolibdi, chiroyli bo'lib. Mana bu neobichniy narsalar bor ekan, qaranglar. Mana bular bor. Bularning narxi adashmasam 200 ming edi. Hozir egasi ketib qolibdi. 200 mingdan edi bular yagidkalar. Biz O'zbekistonda sotgan ekan, shunisiga qo'yib. Mana qaranglar, neobichniygini. Amlarni oti nima edi, amlarni? Xatini ekan. Mana qaranglar, juda ham chiroyli bu. Neobichniy. Anaqadir, endi menga yoqdi, bilmayman sizlarga ham yoqsa kerak. Ko'rinishi ham o'zi ham bir go'zal, chiroyli. Nechi pul bular? 400 ming. Nan liniya 130 ming ekan. Juda ham chiroyli bo'lib ochilib, mana qilib turibdi. Mana archalar ham komnatniy archalar. Bu yerga ekiladigani ham bor, komnatniy uyda boqiladigani ham bor. 12 ta viloyat bo'yicha dastlabki qilib chiqarib beriladi. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Telefon nomeringizni aytib yuboring, yaxshi kelib. Hozir men o'zim aytib beraman. Shuhvatlar yo'di. 93 556
566 ekan, 68 13. 93lik 566 68 13 ismlari Akmal, telefon qo'yasizlar. 12 viloyat bo'yicha imo pochta orqali dostavka qilib chiqarib beradilar. Mana o'zlari aytib turibdilar. Mashti kesanglar, mana mashti o'zlari savdo qiladilar, o'zlari bilan gaplashib oburasizlar. Kesanglar kelishtirib qilib beradilar chiroyli qilib. Toshkent shahar Chorsu Gullar.